Odatingiz salohiyatingizni qanday shakllantiradi? Salohiyatingizni o'zgartirishingizdagi ikki bosqichlik jarayon. Salohiyatingiz odatingizdan manbalanadi. Sizda tug'ma e'tiqod va qimmat qarash bo'lmaydi. Har bir tushuncha, hatto sizning o'zingiz to'g'risidagi tushunchangizni keyincha o'rganilgan va tajriba orqali yetilgan bo'ladi. Texmi aniq qilib aytganda, odatingiz salohiyatingizning ifodalanish shaklidir. Agar siz har kuni yotgan ko'rpalaringizni yig'adigan bo'lsangiz, ratlik odamning salohiyatini namoyon qilgan bo'lasiz. Har kuni yiziqchilik qilsangiz, ijodiyligi kuchli kishining salohiyatini namoyon qilgan bo'lasiz. Agar siz har kuni chiniqsangiz, tanarkatchining salohiyatini namoyon qilgan bo'lasiz. Bir xil qilmish qancha ko'p takrorlansa, uningga aloqador salohiyatmi shuncha kuchaydi. Amaliyotda salohiyat degan bu so'z eng dastlabda latin tilidagi mavjudlik degan ma'noni bildiradigan essentitas bilan takrorlash ma'nosidagi idem degan so'zdan kelgan. Bu jihatdan aytganda, salohiyatingiz amaliyotda sizning takror mavjudligingizdir. Sizning hozirgi salohiyatingizning nima bo'lishidan qat'iy nazar, uning mavjudligiga ishonishingizdagi birdan-bir sabab sizning shunday qilishga pokitingiz borligidir. Agar siz uda 20 yil har haftada ibodatxonaga borgan bo'lsangiz, dindor ekanligingizni isbotlay olasiz. Agar siz har kuni oqshimi biror soat vaqt ajratib kitob o'qisangiz, o'rganishga herisman ekanligingizni dalillaydigan pokitingiz bor bo'ladi. Agar siz qor yaqqandimi chiniqish zaliga borsangiz, bu sizning chiniqish niyatingizning qat'iy ekanligiga dalil bo'ladi. Sizning ma'lum bir tushuncha to'g'risidagi paketlaringiz qancha ko'p bo'lsa, uningga shuncha bak ishonasiz. Men hayotimning dastlabki mezgilining ko'pincha qismida o'zimni yozuvchi deb qaramaydim. Agar siz menga dars bergan to'liq o'rta maktab yoki universitet o'qituvchilaridan men to'g'riliq so'rashga fursat topa olsangiz, ular sizga mening yiziqchilik saviyamning eshib ketsa, o'rtahol ekanligini, hargizmi munavvar degili bo'lmaydiganligini deb berdi. Men yiziqchilikni boshlagan dastlabki bir qancha yilda har dushanba va payshanba kunlari bir parchadan maqola e'lon qilatdim. Paketlarning jug'ilinishiga agishib, mening o'z nazarimdagi yozuvchilik salohiyatimni kuchayib bordi. Ya'ni men aslida yozuvchi emas edim, ammo odatim meni yozuvchiga aylantirdi. Albatta, odatingiz salohiyatingizga ta'sir ko'rsatadigan birdan-bir qilmish emas. Lekin odatning takrorlanish chastotasi intayin yuqori bo'lg'achqa, u hammadan muhim omilga aylangan. Turmushdagi har qitimliq kechmish sizning o'zlik obrazingizni o'zgartirdi. Lekin siz bir qitim futbol o'ynaganligingiz sababli o'zingizni futbolchi deb qarab olmaysiz. Biror parcha rasm chizib qo'yibla o'zingizni san'atchi deb qarab olmaysiz. Halbuki siz bu ishlarni to'xtamay takrorlasangiz, o'zlik obrazingiz shuningga mos holda o'zgaradi. Vaqtning o'tishiga ergishib, bir qitimliq kechirmishning ta'siri asta-asta yo'qoladi-yu, odatning ta'siri kun sari kuchaydi. Bu sizning salohiyatingizni shakllantiradigan ko'pincha paketning odat tarafidan ta'minlanadiganligidan derak beradi. Mundaqcha qilib aytganda, odat yetildirish jarayoni amaliyotda sizning o'zingizga aylanish jarayonidir. Bu tadrijiy o'zgarish jarayoni bo'lib, biz tuyuqsizli bir ishga bel bog'lab, ondan tamoman yep-yangi odamga aylana olmaymiz. O'zgarish asta-asta odatlarning takror jug'lanishi orqali vujudga chiqadi. Har bir odat go'yo sizga, "Hey, balkim men mushundaq odam bo'lsam kerak" deyotgan bo'ladi. Masalan, siz bir parcha kitobni o'qib tugatgan bo'lsangiz, undaqda siz kitob xumarlardan bo'lishingiz mumkin. Agar siz chiniqish zaliga borsangiz, undaqda chiniqishni yaxshi ko'radiganlardan bo'lishingiz mumkin. Qilgan har bir ishingiz siz aylanmoqchi bo'lgan ashu odamga bilet tashlaganlikdir. Biror ishni bir ikki qitim qilish sizning qimmat qarashlaringizni va tushunchangizni o'zgartirmaydi. Lekin bilet sonining ko'payishiga ergishib, yangi salohiyatingiz to'g'risidagi paketlarni o'zgaradi. Mana bu ahamiyatli o'zgarishlarning shiddatli o'zgarish bo'lishi shart emasligining sabablaridan biridir. Odatlangan kichik qilmishlar yangi salohiyatni paket bilan ta'minlab, ahamiyatli o'zgarishlarni vujudga chiqara oladi. Agar o'zgarish ahamiyatli bo'lsa, undaqda u zo'r o'zgarishdir. Mana bu mikro ilgirlashdagi paradoksdir. Siz yuqorqilardan salohiyatni o'zgartirish uchun odatning zarurligini ko'rib yeta olasiz.
Öz salohiyatınızı o'zgartirishning eng real chorasi qilmishingizni o'zgartirishdir. Har qitim biror bat yozma yozganingizda siz bir nafar yozuvchisiz. Har qitim chiniqishni boshlaganingizda siz bir tanharakatchisiz. Har qitim xizmatchilaringizni ilhomlantirganingizda siz bir rahbarsiz. Har qandaq odat natija hosil qilib qolmay, sizga yana texmi muhim ishni, ya'ni o'zingizga ishonishni o'rgatadi. Siz o'zingizning haqiqatan shu ishlarni qila oladiganligingizga ishonishga boshlaysiz. Bilet soni ko'payib, isbotlar o'zgarishga boshlaganda, siz o'z-o'zingizga aytadigan hikoyami o'zgaradi. Albatta, odat dal shuning aksicha rol o'ynashi mumkin. Siz har qitim nachar odatni tanlagan chig'ingizda, ashu xil nachar salohiyatingizga bilet tashlayotgan bo'lasiz. Yaxshi yeri sizning cho'qim mukammal bo'lishingiz shart emas. Har qanday saylamda ikkili taraf muayyan biletga erishadi. Saylamda yengish uchun biletning hammasiga erishish shart emas. Sizning nishoningiz imkon qadar ko'p biletga erishishdir. Yangi salohiyat yangi paketlarga muhtoj. Agar siz ilgirkiga o'xshash bilet tashlaversangiz, erishadigan natijangizmi ilgirkiga o'xshash bo'ladi. Agar qilmishlaringiz o'z payda davomlashsa, erishgan natijalaringizdami hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'limi oddiy ikki qadamlik jarayondir. Birinchisi, qanday odam bo'lg'ingiz borligini qaror qiling. Ikkinchisi, kichik g'alabalar orqali o'zingiz uchun paket to'plang. Oldi bilan qanday odam bo'lg'ingiz borligini bekiting. Bu shaxs, tashkilot, jamiyat, davlat qatorliq barcha qatlamlarga mos keladi. Siz nimaga vakillik qilmoqchi? Prinsip va qimmat qarashlaringiz nima? Qanday odam bo'lg'ingiz bor? Bular hammasi cho'ng savollar bo'lib, nurg'un kishilar gapni qayerda boshlashni bilolmay qoladi. Lekin ular o'zlarining zoda qanday natijaga erishgisi borligini biladi. Masalan, 6 parcha qo'rsoq muskuli chiqarish, tashvishdan qutulish yoki mashina hassilab oshirish degandek. Undaqda mushuni boshlanish nuqtasi qilib turib, erishmoqchi bo'lgan natijangizdan orqa qaytib, qanday odamlarning ashundaq natijaga erisha oladiganligini oydinlashtirib olsangiz bo'ladi. O'zingizga men erishmoqchi bo'lgan natijaga erishganlar zoda qanday odamlar? Qanday odam 40 qadoq o'riqlay oladi? Qanday odam chet el tili o'rgana oladi? Qanday odam o'ngishli holda egilik tiklay oladi deb savol qo'ying. Masalan, qanday odam kitob yoza oladi degan savolga javob izlab baqsaq, bular qitirqinib izlanadigan, samimiy, ishonchli kishilar bo'lishi mumkin. Undaqda, endi diqqatingiz natijani asos qilgan kitob yozishdan salohiyatni asos qilgan, qitirqinib izlanadigan, samimiy, ishonchli kishiga aylanishga yo'tkiladi. Bu jarayon mundaq ko'z qarash shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin. Men o'quvchilar uchun ko'krak kerib o'ttirg'i chiqadigan o'qituvchiman. Men har bir bemorga yetarlik darajada g'amxo'rlik qiladigan va ularni chamisning yetishicha davolaydigan doktorman. Men xizmatchilarning manfaatini yoqalaydigan direktorman. Qanday odamga aylanmoqchi ekanligingizni oydinlashtirib olgan hamon, o'zingiz erishmoqchi bo'lgan salohiyatni kuchlantirish uchun ba'zi kichik qadamlarni bossangiz bo'ladi. Bir do'stim 100 qadoqdan ko'proq o'riqladi. Uning bu jihatdagi maxfiyatligi shuki, u o'zidan sog'lom odamlar nima ishlarni qiladi deb so'rab, kundalik turmushda mushu savolni markaz qilibdi. Sog'lom kishilar piyoda manamdi yoki taksi qo'ltiramdi? Sog'lom kishilar qo'noq unida qilingan quymoq yemdi yoki salatmi? U sog'lom odamlarga o'xshash yo'l tutsam va buni uzun muddat davomlashtirsam, menmi sog'lom kishilar qatoridan o'rin ola olmayman deb o'ylabdi. Uning o'yi haqiqatan to'g'ri edi. Salohiyatni asos qilgan odatdan iborat bu hukm o'z navbatida bu kitobdagi yana bir halqiliq tema bo'lgan qaytma inkas halqisining tunji qitim tonishtirilishidir. Odatingiz salohiyatingizni, salohiyatingizmi odatingizni shakllantiradi. Bu qo'sh liniyalik yo'ldir. Barliq odatlarning shakllanish jarayoni bir qaytma inkas halqisini shakllantiradi. Lekin muhimi bu aylanmagan natijangizning emas, qimmat qarash, prinsip va salohiyatingizning yetakchilik qilishidir. Muhimi sizning qanday konkret natijaga erishmoqchi ekanligingiz emas, balki qanday odamga aylanmoqchi ekanligingizdir.